hech kimga aytmagan sirim bilan bo'lishaman. Nega sabr haqida ko'p gapirishimni, avvalo o'zingizni sevishingiz kerakligini qayta takrorlashimni isbotlab beraman. Ishoning, siz ko'rgan hayotning eng og'ir sinovlari meni ham boshimdan o'tgan. Erim meni eshitmasligi, telefonlarimga javob bera olmasligi, boshqa ayollar bilan yurishi, uyga kelmasligi, uyga kelgan taqdirda ham tezroq chiqib ketishga harakat qilishi, har kungi urush janjallar bilan joniga to'ydirib yuborgani. Hayolimda oilamni saqlab qolyapman. Buning uchun faqat men harakat qilyapman deb oxirgi yechim ajrashish, bundan boshqa yo'li yo'q. Onam meni bu hayotda faqatgina azoblanib, xo'rlanib yashashim uchun tug'magan. Faqat men harakat qilganim bilan hech narsa o'zgarmaydi deb janjallar bilan davom etar edim. Bir kuni internetdan chiqqan qisqa videorolik meni butun bir hayotimni o'zgarishiga sabab bo'ldi. To'xta, o'ta go'zal, o'zingni ustingda ishlab ko'r. Balki butun e'tiboringni eringga emas, o'zingga ham qaratarsan. O'zingni sevishni bugundan boshlarsan. Balki ongingda dunyo qarashingni boshqacha yo'lga o'zgartirarsan. Bugun o'zingni sevarsan. Ya'ni eriga sajda qilib qo'yapti bunaqa ayollar. Eri birinchi o'ringa chiqarib qo'yapti. Vaholanki birinchi o'rinda sizda qalbingizda Alloh bo'lishi kerak ekan. Allohga doimiy sevgi, ichingizda minnatdorchilik bo'lishingiz kerak ekan. Va o'sha kundan boshlab meni hayotim o'zgardi. Men o'zimni sevishni boshladim. Hech kim bilmaydigan sirlarni o'rgandim. O'tirdim, o'qidim, izladim va eng baxtli ayol bo'ldim desam xato qilmayman. Erim ko'proq e'tibor beradigan, har kuni sovg'alar, gullar, pullar olib keladigan bo'ldi. Shuni bildimki, sovg'a, gul, pul bermaydigan erkak yo'q. Uni ololmaydigan ayol bor. Erimni ham oilamga bog'loldim deb o'ylayman. Buning uchun psixolog Abdulla Said Kamolov darslari menga juda katta yordam berdi. Shuning uchun ham bu narsani sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Hayotingiz bugundan o'zgarishni boshlaydi. Buning uchun meni profilim tepasida turgan shapkadagi Telegram kanalga o'tasizlar. Ustiga bitta bosganingizda Telegram kanalga o'tasiz va bu yoqda sizlarga 5 ta kitob, million pulga ololmaydigan kitoblar tekinga podarka qilinadi. Bugundan hayotinglar o'zgaradi. Erkakni o'g'irlang, o'zini sevish san'ati, pul bloklari, sevgi o'zingdan boshlanadi, pul bloklari va baraka. Undan tashqari Ma'shuqaning top 25 siri nomli qimmat $250 turadigan kitob sizga tekinga beriladi. Aziz qizlarim, yechim mana shu yerda bekitilgan. Qatnashing 5 kunlik bepul seminarda va hayotingizni o'zgartiring. Buning uchun meni profilim tepasida turgan shapkadagi Telegram kanalga o'tasizlar.